Assalomu alaykum HBS kuzatuvchilari. Bugungi videoda ko'pchilikni qiynayotgan Binance birjasidan pul tashlash, pul chiqarish, stop loss qo'yish, take profit qo'yish, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, oldi-sotdi qilishni birgalashib ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib asset bo'limiga kirganmiz. Mana bizda hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, hech qanaqa bizda USDT'miz ham yo'q, hech qanaqa aktivimiz yo'q. Birinchi bo'lib biz hozir pul tushirishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun обязательно Humo karta bo'lishi kerak. Humo karta ham va o'zingizlarning nomingizda bo'lishi kerak. Endi asset bo'limiga kirdim. Asset bo'limida bizda add funds, send bo'limi va transfer bo'limi turibdi. Add fundsni ustiga bosamiz. Bizga 4 xil usul beryapti. On-chain orqali, Binance orqali yoki deposit UZS orqali bizga kerak bo'lgan va P2P trading orqali pul tashlash mumkin. P2P trading qilish bu mumkin emas. Biz faqatgina deposit UZS ni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda aytayapti, mana tepasiga ahamiyat beringlar. UZS knopkasi yonib turgan bo'lishi kerak. Bank Humo kartasi belgilangan va biz continue tugmasini bosamiz. Agarda sizlar Humo kartalarni qo'shmagan bo'lsanglar, o'zi add card deb yozgan bo'ladi. O'zi, ya'ni Humo karta qo'shish. O'sha yerga Humo kartalarni hamma danlilarini to'ldirasizlar va qo'shganingizdan keyin xuddi shunaqa tartibda chiqadi. Hop, continue bo'limini bosdik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlarda hozir 0 UZS turibdi. Shu narsani tagida bank Humo karta biz bu yerga qancha pul tashlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu summasini yozishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik 250 ming so'm pul tashlamoqchimiz. Xo'p, 250 ming agar tashlaydigan bo'lsa, 6250 so'm bizdan komissiya olib qolar ekan. 243.750 so'm bizga pul tushar ekan. Endi Pay Now bosamiz. Birinchi bo'lib har doim UZSni Binance birjasiga tushirib olamiz va undan keyin UZSni kriptovalyuta, ya'ni USDT ga o'girib qo'yishimiz kerak. USDT bilan bemalol targovlik qilsak bo'ladi. Xo'p, bizda kod keldi. Kodni kiritamiz. 30 sekund vaqt ketishini ko'rsatyapti. Xo'p, ana endi biz view details qiladigan bo'lsa, biz bu yerda ko'rsak bo'ladi. Hop, bu yerda olingan summalarni ko'rsatib beryapti. 243 ming, 263 ming, 243 ming, 292 ming pul tashalganlarni ko'rsatyapti. Endi sizlarda bo'lsa, endi birinchi marta ishlatayotgan bo'lsanglar, mana boshidagi chiqib turgan bo'ladi sizlarda. Hop, 243.750 so'm tushdi. Bu yerdan biz pul tashlaganlarimizning tarixini ko'rsatyapti bizga. Hop, 243 mingimizda общий summamiz 250 ming so'm edi. 250 ming so'm pulimiz, ya'ni tushganligini ko'rsatyapti. Bizda ko'rsatishi bo'yicha 243 ming ko'rsatadi, chunki o'ta komissiyasi ham bor. Check assetni bosamiz. Hop, bitta obnovit qo'rasizlar. Obnovit qilganingizdan keyin mana ahamiyat berayotgan bo'lsanglar 243.750 so'm ko'rsatyapti. Bu UZSda. Ya'ni bu narsani biz USDT ga o'girishimiz kerak bo'ladi. Hop, uning uchun nima qilamiz? Buning uchun trade bo'limini bosamiz. Sizlarda ruscha bo'ladigan bo'lsa, targovli bo'limi turgan bo'lishi mumkin. Mana pastda, eng tagida, o'rtasida trade bo'limi turibdi. Trade bo'limiga kirganimizdan keyin biz bu yerda spot bo'limida turgan ekanmiz. Buy sell bo'limi turibdi. Tepada qaraydigan bo'lsangiz, convert bo'limi, spot bo'limi, margin bo'limi va buy sell bo'limi. Demak, biz buy sell bo'limiga kirar ekanmiz. Buy va sell bo'limini ustiga bosdik va kirganimizda buy bo'limi bor va sell bo'limi turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, biz USDT ni UZS ga sotib olishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun bizda aytayapti, tagida USDT turibdi va pay with UZS balance turibdi. Biz bu yerda buy maximum qiladigan bo'lsak, bizani boya 243 ming so'm pulimiz tushgan edi. Hamma pulimi degan narsani ko'rsatib beryapti. Ustiga buy maximumni bosdik. Bosganimizdan keyin mana bu USDT shunday o'girilib ketadi. Bundan oldin bitta narsani ko'rsatdik. Ko'pincha adashishadi. Pay with ustiga bossanglar, sizlarda har xil Visa karta orqali yoki Apple Pay orqali shu narsalarni ko'rsatayotgan bo'ladi. Biz faqatgina Humo kartadan pul tashlashimiz mumkin. O'shaning uchun bularga adashmanglar. Har doim ahamiyat beringlar. UZS balans turgan bo'lishi kerak. Ustiga bosganimizda mana birinchisi turibdi. 243.750 so'm turgan bo'ladi. Tegidagi Visa kartalari bizda ishlamaydi. Biz ishlata olmaymiz bu narsani. Ana endi bo'lsa, preview orderni bosamiz. Orderni bosdik, bizda $20, 243 ming so'm pulimiz, bizda $20 bo'lar ekan. Shuni confirm qilsak, bu USDT ga o'girilib qoladi. Ozgina vaqt kutamiz. 30 sekunddan keyin bizda mana successful bo'ldi. Demak, biz endi asset bo'limidan tekshirishimiz mumkin. Check assetni bosdim. Hop, bu yerga endi feedback qo'yib qo'ysanglar bo'ladi.
Mana shunga ahamiyat beringlar. Bir xil payt sizlarda earn bo'limiga o'tib qoladi. Juda ko'pchilik o'quvchilarda shu narsa takrorlanadi. Shu earn bo'limidan, ya'ni bu bo'limda biz ishlamaymiz. Bu bo'limni qanaqa qilib spot bo'limiga o'tkazib qo'yamiz. Shuni ham ko'rib chiqamiz. Uning uchun redeem deb bo'limini bosamiz. Mana tepada subscribe turibdi, redeem turibdi, borrow turibdi. Biz redeemga o'tamiz. USDT ni tanlaymiz va confirm bosadigan bo'lsak, bizani spot walletimizga o'tgan bo'ladi. Ya'ni Spotway bozorga o'tgan bo'ladi. Spotway akkauntimizda $20 bo'ldi. Ana endi bu $20 nima qilamiz? Bu $20 biza oldi sotdi qilsak bo'ladi. Uning uchun qanaqa qilib oldi sotdi qilamiz? Trade bo'limiga o'tamiz. Va tepada buy va sell bo'limida biz pul tashlashni o'rgandik. Ana endi bo'lsa, targovla qilishimiz uchun spot bo'limiga o'tamiz tepada. Spot bo'limida mana ZEK degan coin turgan ekan bizda. Bu yerda qaysi coinni olmoqchi bo'lsanglar, o'sha coinni ZEK bo'limining ustida joyiga bossanglar, sizlarda search tugmasi chiqib kelgan bo'ladi. Ya'ni bu yerdan xohlagan Bitcoin bo'lsa Bitcoin, Solana bo'lsa Solana yozishingiz kerak yoki Ethereum bo'lsa Ethereum deb yozasizlar. Misol uchun kelinglar Solana'ni olib ko'ramiz. Solana USDT bizda chiqib kelyapti. Ana endi bo'lsa, biz sotib olishimizdan oldin bilib olishimiz kerak, limit orderda sotib olamiz. Ya'ni biz kutayotgan narximiz. Limit order qanaqa? Qachonki bozor tushgan paytida sotib olish. Ya'ni siz aytasiz, bozor narxi $55 bo'ladigan bo'lsa, $51 dan analiz qilgansiz. $51 ga tushganda sotib ol degan buyruqni bermoqchisiz. Shu paytda siz limit orderni ishlatasiz. Bu degani tahlilingiz qayerda turgan bo'lsa, analizingiz bo'yicha kirish nuqtasi qat belgilangan bo'lsa, o'sha nuqtani biz yozishimiz kerak. Xo'p, Solana coinga misol uchun men aytaman, $119 ga tushganda olaman deb, mana $119 ga men limit qo'yib qo'ysam bo'ladi. Bu degani o'zimizning orderimizni qo'yib qo'yamiz. Qachonki $119 ga tushsa oladi. $119 u 1 bo'lib ketsa ham o'sha bizanikining orderimizni olmaydi. O'shaning uchun shunga ahamiyat berishingiz kerak. Xo'p, limit turibdi. $119 deb yozdik price ga. Bizda aytayapti amount of Solana, ya'ni bu yerda Solanani nechta miqdorda olmoqchisan deb bizdan so'rayapti. Biz bu yerga amountini, miqdorini yozishimiz mumkin yoki tagida total USDT turibdi. Bu yerga $20 bo'ladigan bo'lsa, $10 ga buy qilmoqchiman deb yozsam, o'zi avtomatik tarzda qancha miqdorda Solana menga berish kerakligini ko'rsatib beryapti. Xo'p, men buy Solanani bossam, demak men limit order qo'ydim. Bu limit orderda qachonki 119 ga tushsa sotib oladi. Ungacha sotib olmaydi. Xo'p, buni yonida Solana'ning yonida shundoq cancel bo'limi turibdi tagida. Cancel all va cancel turibdi. Cancelni bosamiz. Chunki 119 ga hali beri tushishini kutmayapmiz. Ana endi biz bu yerda market orderda sotib olish, ya'ni bozorni hozirgi narxida sotib olish. Bozorni hozirgi narxiga o'tadigan bo'lsak, bizda 122.19, 122.20 bo'lib o'ynab turibdi bozorning narxi. Shu paytda bizda bemalol $10, $20, $100 hamma o'zini puliga qarab turib sotib olsanglar bo'ladi bozorning narxida. Hop, bu yerda faqatgina to'ldiradigan joyinglar nima? Bu yerga qancha miqdorda olishingiz kerakligini to'ldirasiz bo'ldi. Hop, $20 bo'lsa, $20 deb yozaman. Yoki-da общий pulim bilan kirmoqchiman deydigan bo'lsangiz, mana bu pastda tagida 25%, 50%, 75% va 100% to'ldiradigan bo'lsak, biz 243 mingga tashlagan $20 USDT'imizni общий $20 ko'rsatib beryapti. Buy Solana. Men bu yerda Solanani avtomatik tarzda sotib oldim, ya'ni srazi bozori narxida sotib oldim. Bu endi qayerga tushadi? Shunga ahamiyat beringlar. Solana coinlarni qayerdan ko'rishingiz kerak? Asset bo'limiga o'tasizlar. Spot bo'limida turgan bo'lasizlar va spot bo'limida aytayapti Solana $20 ko'rsatib beryapti. 0.1638 va tagida bugungi bozorda Solanada ko'tarilishi yoki tushishini ko'rsatib beryapti. 122.21 ekan. Xo'p, ana endi biz bunga stop loss ham take profit ham qo'yishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Trade bo'limiga yana qaytamiz. Solanada turgan bo'lishimiz kerak, ahamiyat beringlar. Ko'pchilik boshqa coinda turgan bo'ladi-da, o'sha Solana coinga misol uchun take profit qo'ymoqchi. O'shanda adashib ketib qolishadi. O'shancha ahamiyat beringlar. Tepada qaysi coinga stop loss take profit qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha coinda turgan bo'lishingiz kerak.
Ana endi stop loss take profit qo'yishdan oldin bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni siz oldin aktivni o'zingizga qilib olasiz va undan keyin take profit va stop loss qo'ya olasiz. Sell bo'limiga o'tdim. Sell o'tganimdan keyin marketni ustiga bosuvdim. Menda ham take profit ham stop loss. Ya'ni men ko'tarilganda foydada sotib olishim mumkin yoki tushib ketadiganda zararda sotib olishim mumkin. Shu ikkita bo'limni sizlar bittada qo'yish usuli bor, ya'ni OCO bo'limi. OCO bo'limini tanladim. OCO bo'limini tanlaganimdan keyin bizda take profit ko'rsatib beradi. O'zi tepasida yozib qo'yibdi. Take profit, stop loss. Hop, take profitimizni aytaylik, biza bozor narxida $121, $122 olgan bo'lsak, $135 chiqqanda sotaman. Stop lossni necha qo'yamiz? Stop lossimizni SL limit deb yozilgan joyga qo'yasizlar. 119, misol uchun 55. Tepasiga stop loss trigger, SL trigger deb yozgan joyiga 119.58 deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Oxirgi sentlari, ya'ni 55 emasda 58, 59 yoki 60 qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Nimaga bu narsa kerak? Chunki birinchi bo'lib 58 narxiga yetib keladi. Ya'ni 119.58 ga narxi yetib kelganda bizani 119.55 dagi orderimizni aktivni hisoblanadi. O'shaning uchun ham bu narsani qo'yishimiz kerak, обязательно. Hop, endi qancha miqdoriga stop loss va take profit qo'yishim kerakligini belgilashim kerak. Xohlasam 25%, 75% yoki 100% deb belgilashim mumkin. Va sell tugmasini bosadigan bo'lsam, mana tagida open orders turibdi. Open orders bo'limida take profit va stop losslar ko'rinib turibdi tagida. Agarda take profitga yetib boradigan bo'lsa, o'sha foydada sotamiz. Agarda pastga tushib ketadigan bo'lsa, unda zarar qilamiz. Zararda bizning сделкamiz yopiladi. Hop, 119.55 narxida yopiladi. Ana endi tushunib oldik, buni cancel qilamiz. Endi bizda solani olib qo'yganmiz. Buni shundoq market orderda sotib olamiz. Sotib oldik, bo'ldi. Sotib olganligimizni ko'rish uchun asset bo'limiga o'tamizda bitta obnovit qilsa bo'ldi. Solani qo'yinimda 0.10 sent qolib ketibdi. Har doim oldi sotib qotganimda o'zi ozgina chemtalari qolib ketgan bo'ladi. Endi sizlar bilan birgalikda bu USDT ni qanaqa qilib pulni yechib olamiz, shu narsani ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz trade bo'limiga o'tamiz. Hop, buy sell tugmasini bosamiz tepada. Mana spot bo'limi bor, margin bor, buy sell bo'limi bor. Buy sellni bosdim va men bu yerda USDT nimni men sotib olishim kerak. Uning uchun nima qilaman? Hop, buni o'chirdim. Sell bo'limiga o'tdim. USDT ni belgilayman. Bizda ko'rsatib beryapti. Tepasida 19.95 sell USDT ko'rsatyapti. Buni hammasini sell maximum amount qilaman. Men hozir bu yoqda UZS ga o'zgartirib qo'yapman. UZS ga o'zgartirganimdan keyin UZS ni bo'lsa Humo kartamga bemalol chiqarib olishim mumkin. Hop, preview order. Ana endi confirm qilamiz. Bizda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 240.117 so'm pul bo'ldi. Bu narsani view details qilsanglar, ko'rsanglar bo'ladi bu yerdan ham. Ana endi aktiv bo'limiga o'taman. Aktiv bo'limiga o'tsam, bizda ko'rasizlar, solani boyiga oldi sotdi qilganim va UZS turibdi 240 millik. Endi men buni Humo kartaga chiqarib olishim kerak. Uning uchun nima qilaman? Ustiga bosdim. Withdraw bosaman va bank kart Humo kartani tanlayman. Continue tugmasini bosamiz. Bizda bu yerda общий hamma summani belgilashimiz uchun mana withdraw maximum degan yozib turibdi. Shuni bosamiz. Bo'ldi, preview order. Confirm qilamiz. Bu yerda sizlardan pastga so'raydi, ya'ni autentikator qo'yib qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki email ila kelishi mumkin yoki Face ID qo'yib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shu pastgadan o'tamiz. Xo'p, pastgadan o'tganimizdan keyin bo'ldi. Spot bo'limida turibmiz. Bizda hech qanaqa narsa ko'rsatmayapti. Ya'ni o'zimiz уже Humo kartamizga o'tib bo'lgan bo'ladi. Shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Mana overview ga ko'rsanglar, ichiga kirganingizdan keyin mana общий pulinglar bizda 0.10 sent turibdi. Bu degani aniq boya olgan solanamiz qolib ketgan miqdori. Shunaqa qilib oldi sotdi qilsanglar bo'ladi. Agarda sizlar ham trading sohasiga chuqur qiziqayotgan bo'lsanglar, pastda biz link qoldiramiz. Ro'yxatdan o'tgan holatda bizda offline kurslarimizga yozilishingiz mumkin.